18 taram qo'shinninki parchalanishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Bunday qolsa biz 3 podshohlikni yana so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Dongzhouninki Ostanni shu Loyangdan Chang'anga ko'chirish plani to'g'risida so'zlagan. Endi bu Dongzhou shu Ostanni Loyangdan Chang'anga ko'chirishni plan qilayotgan. Ya'ni shu ishlarni yurgizayotgan vaqtda endi bu 18 taram qo'shinda ishki ixtilof, ya'ni jidal paydo bo'ldi. Amaliyotda bular bu jangda asosan utib bo'lgan deyishki bo'ldi. Agar azroq tirishayotgan bo'lsa, yana davomli hamkorlashib, Dongzhouni qo'g'lab yo'qotayotgan bo'lsa, albatta 18 taram qo'shini zo'r g'albini qo'lga keltirib, beshidagi niyati bo'yicha maqsad yetgan bo'ladi. Ammo bular dal mushundaq bir fursat pishib yetilgan vaqtda, ya'ni nihoyat muhim vaqtda to'xtab qoladi va ishga urish portlab ketadi. Bular qo'llangan deb bo'lgandan keyin jim to'xtab qoladi. Amaliyotda keyindan hujum qilib, Dongzhouning keyindan 18 taram qo'shini butun qo'shinni yig'ib bo'lsa, bu Dongzhouning har qancha qo'shini bo'lgan taqdirdami, Lübodin 2-3 bo'lgan taqdirdami, bunday jiq qo'shin bilan bo'lsa albatta uni talam-taraj qilib o'tadi. Ammo mishada hamda bular o'zaro bir-birisiga mas'uliyat ittirishib to'xtab qoladi. Ya'ni nima desa, qaraydigan bo'lsakmi, bu 18 taram qo'shinninki yig'ilgan vaqtida ishlarni joyida tartiblashtirgan. Ya'ni shu Yuanshuni ochliqqa mas'ul qilib qo'ygan. Ochliqni shu oldin yurar qo'shinninki ochlig'ini ta'minlaydiganga belgilab qo'yganda, ammo Yuanshu boshdan oxiri 18 taramdagi urush qilgan pozballarning askarlarga hech qaysisiga ochliq yetkazmaydi. Bularning ichida eng cho'ng talabet uchurgan kim o desa Sunjan. Şunun bilan bu Sunjan birinchi bo'lib qarshi chiqadi. Yuanshu sen nimishqa men ochliqni bermaysa degandan keyin bu Yuanshu gap qilmay turib olgandan keyin bu Yuanshuni izdesa, Yuanshami unga gap qilolmaydi. Albatta buni ochiq keldi. Nimishqa? Jangning hammasini Sunjan qildi. Japonning hammasini Sunjan tortdi. Uning ustiga talafotga eng ko'p uchirganimi Sunjan. Akalgan qo'shinninki yerimidek talafotga uchrab o'sha yerda o'lib ketdi. Ammo uning erishgani uchun hech narsaga erisholmadi bu yerda. Hatto shu jang qilish uchun beriladigan ochliqqa erisholmadi. Uningdan sirt Liu Guanzhang 3 aylanma 19 taram qo'shin bo'lgan bilan bularga faqat quruq nomli berildi. Hech qanday narsa bermadi. Ya qo'shin, ya ochliq, ya turadigan bir saroy, o'rin, joy bermagan gapdi. Shuning bilan bu yerda Zhang Feining matchiq keldi bu yerda. Biz shunday cho'ng to'yib ko'rsatsak, nima ish qilib bizga hech nima bermaysizlar, quruq nom berib qo'ying. Degandek, bosh qo'shindagi song'ullarmi bir-birisi bilan puttirishib, ko'n adovatlarni tatib chiqadi bu yerda. Qanday ko'n adovatlar bor degan vaqtda 18 taram qo'shinning pasballari har qaysi aymoqlarni saqlayotgan bo'lg'achqa, albatta ancha-muncha o'zaro chegirda to'qinishib qoldi. Birisi-birisinikini besib oladigan, birisi-birisinikini tatib oladigan degandek. Ham bu 18 taram qo'shin hamkorlashdi deblam taroq turuq tez suratda akab qo'ygan bilan bularning ishki ziddiyati o'zaro bir-birisiga bo'layotgan hamish o'shmanligi yo'qolib ketmagan. Bunda sirtqi qiyofatida hamkorlashganda ko'ringan bilan ishki shu niyatida bir-birisiga shu qarshilashib turganda, shu bir narsa bo'lib qolsa, fursat kelib qolsa, men yutib olsam. Meni yutib olmasin, men hujum qilib qolmasin, mushundan sal mudofialanib turay degandek bir holatlar bo'lganligi uchun oxiri bular birlik kelanmay bu yerda parchalanib ketdi. Hammasi o'zininkini rostlaydi. Shuning bilan oxiri 18 taram qo'shini qanday tiz birikkan bo'lsa, shunda tiz parchalanib ketdi. Shu Xulaogandan boshlab bular ayriladi. Ham bular ayrilib Gongsunzan, Matang degandek bir qism pasballar hammasi asta-asta yurtga qaytishga boshlaydi. Nimishqa? Chunki bular shuni bayqaydiki, 18 taram qo'shinninki yig'ilib podshohni qutquzg'ini qaraganda o'zining yurtiga qaytib, qo'shinni zo'raytib, kuchaygini sal afzalligini esib qoldi. O'zini kuchaytib, tiximi kuchlik bo'lsa, boshqalar hujum qilamasa yoki boshqalarni yutib olsa, demak uning yetadigan odam yo'q. Ammo podshohni qutquzgan bilan bu yerda jiq bir manfaatga erisholmaydiganligini his qilib qoldi. Shuning bilan bular chechilib ketdi. Oxiri bu yerda Yuanshu, Cao, Sunjan, Liu Bei, Guanyu, Zhang Fei degandek bir necha
pasıbanlarla qep qaldı. Qağanlarning hammasi asta-asta yurtlarga qaytib ketdi. Demek ki 18 taram qo'shuni Müşiyadaki g'alaba qilish ehtimolligi bo'lgan eng cho'ng fursatni ketkizib qo'ydi. Bularninki ketkizib qo'yishdagi birdan bir sabab nima bo'lsa, o'zaro ittifoqlikniki ajoyib nacharligi. O'zaro bir-biri bilan chiqisholmasligi sababidan demak asli qutqizilish ehtimolligi bo'lgan podshoh, ya'ni Xan sulolasi Müşiyadagi bir savallik tarafidan qutqizilmay qoladi degan gap. Unda qo'z do'stlar 18 taram qo'shuninki parchalanish hikoyasini shunchalik so'zlab turli. Keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Sunjanninki tavarik muhrga erishish hikoyasini so'zlaymiz.